Keldingizmi Umid aka? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qalaysizlar? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Ishlab charchab qolmadingizmi? Nima charchayman, normalniy. Umid aka, salga chiqsangiz bo'lmaydimi? Qorningizni qarang, chiqib ketganda mish qop bo'lib yotibdi. Ay! Operatsiya bo'lgan joyim. Uzr, har safar esimdan chiqib qoladi. Uzr. Bo'pti. Qaynonam nabirasi qani? Ana o'ynab o'tiribdi, qarang. Oh! Bolam, mani shirincha. Oyog'ingizni yechib keting, artganman polni. Bolam, mani shirincham. Voy buni shirin o'tirishini, voy asharligini oyisiga o'xshab. Voy bu. To'y bo'lyaptimi, bular? Bilmadim, birorta amaldor bo'lsa kerak-da. Kim edi u? Suhrobmi? O'sha? Qarang, o'qishdan ketguncha olib ketasiz mana. Mashinangiz yomon yoqadi. O'zingiz undan ham yoqasiz menga. Bo'pti, xayr. Aya. Xo'p. Qalaysizlar bolalar? Voy, jonim. Begalu. Hojiya. Bular to'yga chiqasmisiz? Ano Zaks mashina tashab ketdi-ku. Qanaqa Zaks mashina? Ano bizning qishloqda unaqa mashina to'yga chiqadi-da Zaksga. Jinnivoymisan, so'roqvoymisan bilib bo'lmaydi. Tanishim bu. Aytdim-ku, bola bu Zaksga chiqmaydi. Buni tanish chiqadi deb. Jim yuring-ey. Bola, dars jadvali qachon chiqar ekan? Bilmadim, hali chiqmabdi. Bir kunda chiqib qoladi deyapti. Yana bilmadim. Javohirmi? Xuddi o'zi. Yaxshimisizlar bolalar? Tuzumisiz? Tanimadimi? Yo'q, o'zi oldin ham shunaqa edi. Sal g'alatiroq edi. Yuring-chi. Rostdan tanimadimi? Bola, darsdan keyin biror joyga boraylik. Qo'ysangiz-chi, bular qayerga boramiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, singlim? Uychilar yaxshimi? Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tirib olinglar. Hali ham o'zgarish yo'q ekan-u. Bunaqada qanaqa rivojlanamiz? Tak. Bugun sinfimizda yangi chehralarni ko'rib turibman. Qani? Tanishsak bo'ladimi? Mani otim Ismoil, ko'chada meni Diki deb chaqirishadi. Shu zo'r qo'shiqda menga yoqadi. Vaqtida zo'r hit bo'lgan. Yaxshi. O'tiring. Keyingisi. Mani ismim Javohir. Ko'chada ham hamma Javohir deb chaqiradi. Yaxshi. Meni ismim Suhrob. Kursdagi hamma qizlar bilsin, men bo'ydoqman. Va to'ylarga ham chiqib turadi. Yo, bo'lmas, sherik chiqadi. Sherigi bilan chiqar ekan. Meni ismim Shodiyor va uyimizdagi barcha hayvonlar ismi ham Shodiyor. O'tiring Shodiqul. Men ham uylanmaganman. Yaxshi. Ma'lumotcha aytdim-da, nima qildi? Keyingisi. Meni ismim Abdulaziz, lekin uydagi hayvonlarimizning ismini boshqa qo'yganmiz. Barakalla. Bo'la, mana qiz tanimaysizmi? Shumi? Jim bo'ling, bo'la. Ustoz dars boshlaylik. Yaxshi, tanishib ham oldik. Endi darsga qaytamiz. Bugungi mavzuyimiz birinchi yordam qanday ko'rsatiladi? Birinchi yordam sun'iy nafas berishda. Dunyoni go'zallik qutqaradi deb bekorga yetishmaydi. Yo'q, u cho'kayotgan odamga yordam ko'rsatish deyiladi. Unda men plyajda ishlar ekanman-da, ustoz. Bo'la, bizga tomonda birinchi yordam qo'shnilar kursda. Voydot deb baqiradi-ku, o'sha birinchi yordam. Bizda ham bor, lekin ana yo'q, bizda yo'q ekan. Unda siz birinchi bo'lar ekansizda. Bu tez yordam.
tez yordam haqida gapirdi-ku. Ma'lumot uchun meni tog'am 7 yil tez yordamda ishlagan. Yo'q. Bir kunichi peshoxodda ikkita odamni mashina urib ketgan. Tog'am ularni vaqtida bansaga olib borgan. Agar 1 minut kech qolganda, ular o'larkan. Tog'ingiz voqea joyiga juda tez boribdi. Yo'q, tog'am o'zi urib yuborgan ularni. Zo'rku. Nimasi yoqmas sizga bo'la? Ha, bo'la o'qishni ham hal qildik-a. Ish topish kerak endi. Pulam Nimaga bola? Ish topish kerak bo'la. Bo'ldi. O'zingizga yaqin ovora menga. Men ishim bor bolalar. Sog' bo'lasizlar. Nima ish? Men qalbi yarimta mehr ko'rmagan qizlarga mehr ko'rsatish jamiyatdanman. Mana. Alo? Labey jonim. Aha, vaqtim bor. Hotdog yemizmi yoki burgermi? Ha. Qaziqarda. Bo'pti. Siz nima bersangiz shuni yeyman. Bola, meni ishga chaqirib qolishdi. Ishli odamman-da men. Bo'pti. Men ochman. Nima ish? Bola, siz Toshkentliksiz-ku? Ish topib bering. Bo'ldi. E'lon saytlardan qidiramiz-a? Shunaqa saytim bor. Mana mo'ykaga va quduq kovlashga ish bor ekan. Vo, zo'r. Bu mo'ykachi, men quduqchiman. Quduqchi deng. Quduqchi. Men. Ketdik bo'ldi. Sizni chiroqchi desam nima deysiz? Men derdim, nima farq? Bo'la, menimcha oldinmi mo'yka bo'lgan. Hozir qandaydir salom bo'pti. Boshqa ish topa qolamiz unda bo'la. Ketdi-u, yuringlar. Bo'la turing ketamiz. Voy, eshak, namuncha baqirasiz, hammasi yaxshi-ku. Voy, Shohid opa, siz tirnog'ingiz hozir qilib qo'yaman. Qanaqa rangga bo'yaymiz-a? Bo'la turing ketaylik. Voy, qayoqqa ketasiz? Bugun axir qizlar bilan gapimiz ham bor. Siz-ku mayli, Johir, sizga nima bo'ldi? Voy, nima qildi ozgina yuzimga o'xot qildim-da. Тоже мне деревенский tushunmaydi. Nima qilib o'tiribmiz bu yoqda bo'la? Biz tug'ilganda otamiz qo'y so'yib xalqqa osh bergan. Turing ketdik. Men tug'ilganimda buvim faqat somsa qilganlar. Turay ketdik-a. Voy, keyinroq qilib qo'yaman, xo'pmi? Mash qolib ketdi-da, boru. Zarrazi. Bo'lalar, jaydarligimiz qayda qolyapti? Bugundan boshlab erkakka o'xshab og'ir mehnat qilamiz. Davay! Baqirma. Ketdik. Mana qopda olish kerak ekan. Bo'la, bu o'zimizda jaydari bolalardan ekan, baqatligini qarang. Bo'la, bu o'zimizga o'xshagan jaydar sportsmen bola deysiz-ku? Bu uzoqqa tupurish bo'yicha sportsmen ekan. Yuring, men topib kelaylik. Mana shu teshik qolib ketibdi. Buni yopish kerak. Menda bitta zo'r ideya bor. Zo'r ish qildik-a. Usta degani bizdagi bo'lsin-dek bo'lsa. Qale, aka? Kanalizatsiya turbasini kim yopdi? O'zi ketmoqchi edik. Tur yo'qollaring. Tushunmadim. Bo'la, abu qani? Qizarib ketgandir-da. Toshkentning noni ham shirin, lekin onamning issiqqina nonlarini sog'indim. Ko'chamizda zo'r lavash qilardi. O'sha issiq nonni qaymoqqa botirib yesang, oh! Souslari bilan. Botirib. To'xtang.
Bular qandaydir siz menga tushmayapsiz. Dadam. Yo'q, Dada, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi. Hozir ishdan chiqdik. Qorning to'qmi? Vaqtida ovqatlanyapsanmi? Yo'q, ovqatlanganim yo'q. Ha, mayli. Men ovqatlanyapman. Ovqatlan bo'lib telefon qilarsan. Yeah. Ha, rostdan adres telefon qildilarmi? Dadam, Ha? Ovqatlanishga pul to'shab berar ekanlarmi? maqtanib telefon qilibdilar. Ovqatlanyapman deb. Ha. Metr bor ekan cho'nchagimda. Hop, menga nima unday qarayapsiz? O'lchaylik. Jinnimisiz, Qiziqdi. Katta ko'chada o'lchaymiz. Ha. Yo'q. Bir 67. Bola sabzi yeyish kerak. Bo'y past lekin. O'sib ketadi. Qarang. Bular. Bo'ldi, xo'p. Bo'lam istopibdi. Yo'q, Ha? ketdik. Kelinglar. Nima kerak edi? E'lon bo'yicha kelgandik aka. E'lon bo'yicha? Ushaman mana. Ish boshlaylik unda. Menga qara. Sen bloger emasmisan? Ha, yo'q. O'zi yoshligidan shunaqa basharasi u. Bloger emas lekin. Bo'pti, ko'p gapirmaylik, ish boshlaylik. Tez. Nima deyishim kerak boshqa? Siz nima deysiz? Nimaga keldingiz? Men buni almashtirib ketdim. Nimaga? Men buni qilib boribman. Boring almashtiring. Voy, buncha toza bo'lib ketdi. Nima buyurasiz aka? Bitta ko'ksik bering. Ko'k. Lavlagi yeganda qizil bo'ladi, ko'k bo'lmaydi lekin. Nima deyapsiz? Qanaqa ovqatlar bor? Ovqatlarmi? Mastava, osh, lag'mon, do'lma. Qanchalik ahmoqsan-la? Sen nimaga klientga vaqtida ovqatini olib borib bermaysan? Oshpazni o'zi kech berdi. Bu meni muammoim emas. Olib borib berishing kerak edi nima qilib bo'lsa ham. Sanchi sen, qachon qarasam tualetga yugurasan. O'sha yerda o'tkazasan vaqtingni. Qornim og'riydi-da. Klientlardan qolgan ovqat yeganingdan keyin qorning og'rimay, qat'iy og'risin. Bizga beradigan ovqatlaringiz ham o'sha klientlardan qolgan ovqatlar-ku. Men bilmayman. Sanlarga pul yo'q. Yana 3 kun ishlab berasanlar. Chunki idishab sindirgansanlar. Bor yo'qol hamma ishingga. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Tez! Menda bitta idea bor. Xo'sh, qanaqa? Qornim og'rib qoldi, hozir tualetga borib kelib, keyin beraman. Suvni tortish esingizdan chiqmasin. Asishtil ham sep qo'ying. Foydasi yo'q.
Bo'la, reja boshlandi. Ha. Men rostdan blogerga o'xshaymanmi? Yo'q, sizni istarangiz issiqroq blogerlarday betamiz emassiz. Xudoga shukr. Lekin blogerlikda ham yaratib qo'yaman. Jigar, siz uchun bitta zo'rini topib qo'ydim. Bosib o'rmaysizmi? Bolla. Hamma ketdimi? Menimcha, ha. Unda o'g'rini qaroq cho'rda operatsiyasini boshladik. Boshqa hech nima qolmadimi axlatga tashlashga? Yana 2 kun ishlayverishimiz kerak. Oxirgi usul qoldi. Ketdik. Bitta ish topib ham joylashmaydi-ku, bolla. Sizlar hali ham ish topman deylarmi? Siz ish topdingizmi? Men ish topib, ishimdan bo'shab, yangi ishxonaga joylashdim. Suhrob aka, qarab oring. Yangi ishxonamdan so'rab kelishibdi. Bo'pti, ishimga boray, yangi ishimga. Sog' bo'linglar. Qalaysiz? Rahmat, yaxshi. Yaxshimi? Kiyimingiz zo'r turibdi. Har doim shunday zo'r turadi menda kiyimlar. Oldingi ishxonamda ham shunaqa zo'r turar deyishardi. Qani ketdik unda? Qatga boramiz? Qatga borsangiz o'sha yerga. To'g'ri, ish topmasak bo'lmaydi. Kontrakt to'lashimiz kerak hali. Kartadan to'lang. O'shani to'lash uchun shunda pul bo'lishi kerak-ku. Ko'rdingizmi? Muammoingiz oddiy. Pul topish kerak. No, ish emas. Bo'pti, muammoni hal qilamiz, ketdik. Yoki anu o'g'rilik qilarmiz balki. Tezroq yuring. Ketdu. Zo'r poyga o'ynaydi-ku, bolla. Bahonada Toshkentni ham ancha o'rganib oldik. Zo'r bo'ldi-ku, shu zakazda ham olib borib bersangiz zo'r bo'lardi-da. Zakazingizni bermadingizmi? Yo'q. Qani, ochinchi nima ekan? Qani? Qani ochilib? Nima ekan? Ye. Bismillah. Alo. Dastavkani olib kelyapsanmi, ukam? Ha, hozir olib boraman. Tezroq bo'lgin. Mayli. Kim aka? Ovqat egasi. Ovqatni hammamiz yedik-ku, ha? Keldinglarmi? Mana aka hotdog. 1 soatdan beri kutyapman sizlarni. Men do'lmayotgandim-ku. Ano, do'lma qolmay qopti, o'shanga hotdog olib keldik-da. Qachondan milliy taomlarda hotdog qiladigan bo'lib qoldi? Bizda hozir aksiya ketyapti.
Do'lma qolmagani uchun biz sizga xuddi olib keldik, aka. Yoqimli Taqa aka, maza qilib yeb oling. Hayot yo'llarimizda dabdala-ku bu xona. Ketdik, tozalaylik. Yo'q, birisi. Opa. Men bu yoqdan boshlayman. Nima bo'lyapti? Xonani tozalab qo'yuvdik. Rozi bo'lasizlar. O'tkir qarab qo'yani ustunligim. Ilohim shu oxirgi ish joyimiz bo'lsin. Assalomu alaykum, kelaylik. Assalomu alaykum. Xo'sh, xizmat. Ano, ish kerak edi. Ish. Hop. Yuringlar xo'jayinning oldilariga. Qani kelinglar. Kelaveringlar. G'aybulla Tursunovga o'xsharkanmi? Bo'la, sizdan ham mendan ruschani so'ramasa bo'ldi. Sharmanda bo'lamiz lekin. Gapirmang. Kiraveringlar. Qani? Kelinglar. Umid. Xo'jayin, Menimcha biza tanimadi bular. Umid aka, biza kursdoshlaringizmizmi, abumi? Ha, men shoda anu Toshkent qo'ylatda ekishlar ekan, ha. Menimcha bu satrisiya bo'lgan. Eslamayapti hech nimani. Shodiyor, Javohir, Abu. Nima qilib yuribsizlar bu yoqda? Shu sizni ko'rgani keldik. Ha? Ko'rgani keldinglarmi? Tuzumsan. Abu, qalaysan? Assalomu Alaykum assalom, kamsiz? O'tiringlar. O'tiringlar. O'tirlaring. Shokir mana kresloni massajini yoqib yubor. ha bo'ladi. Massaji bor-da, kresloni. Shunaqasidan olganman. Lekin nimagadir ishlata olmayman, faqat bu por paytda ishlaydi. Ana knopkasini ko'rsatib ketsak bo'lar ekan, Shokir. O'zi nimaga keldim degdinglar? Shu sizni ko'rgani keldik. So'rab kelmadinglar sizlar? Yo. Ha, yaxshi. Ana ish so'rab kelganlarni chaqirib yubor, Shokir. Mana shulik so'rab kelgan. Sen bormi? Tushunarli. Sharmanda.
O'zi Toshkentga nima keldilar? Men o'zi Toshkentliman. O'qishga keldik. Ushtu gap ketgan-ku, nima deyapsan? Yolg'on gapirma. Yo, biza yaxshi o'qiganimiz uchun xat jo'natibdi. U xatni menga ham jo'natishuvdi. Zeboga ham jo'natishuvdi. Aytgancha sizlarni haligi to'yinglar bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Nima kelmadinglar o'zi? Haligi Ha, o'zim ham yo'q edim, больница dedim. Zebo ham yaxshi, bolali bo'ldi. Bir ham shirin. Odam ota bo'lgandan keyin tushunar ekan farzandni qanchalik yaxshi ko'rishini. ha yaxshi, tabriklaymiz. Biz ham keta qolaylik-a, sekin, a? Ha. Tirikchilikni aybi yo'q degan gaplar bor. Ishdan uyalmanglar hech qachon. Muhimi, yomon ish qilmayapsanlar, to'g'ri ishlayapsanlar. Tim bo'li sanlar bilan begona emasmiz. Qancha billa yashadik, o'qidik, billa yurdik. Ko'rding, tanishda yordam qiladi. O'sha uchun hamma bilan bir xil oylik qilib beraman sanlarga. Yo, o'zi bizlarga ish zarur emas. Keyin 1-2 haftalardan keyin ham ishlasak bo'ladi. Unda 1-2 haftadan keyin kelinglar. Konstitutsiyamizning qabul qilinganligining 35 yilligi munosabati bilan davlatimiz tomonidan olib borilayotgan insonparvarlik siyosatining amaliy tasdig'i sifatida jazo muddatini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmoni imzolandi. Unga muvofiq Konstitutsiyamizning 109-moddasi 23-bandiga asosan jazo muddatini o'tayotgan hamda qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan Farruh Nurmonov afv etilsin. Qazo qilib hayotning sharobu zahrini ichdim, ravon yo'llari qolib tikan zorini kechdim. Kulib boqmadi taqdir, azobga bag'rim ochdim. Xudo bergan umrimni tosh ko'chalarga sochdi. To'rt devorning ichida dunyo umidimdan bermadi sado. Asragin, asragin, panoh bergin o'zimga. Ey Xudo, sendan o'zga yo'q ishonganim. Asragin, asragin, panoh bergin o'zimga. Ey Xudo, sendan o'zga yo'q ishonganim. Qattasan? Shoshaman, tezlash. Hozir. Mana. Kech qolmanu, qatta yuribsan. Men kelguncha bilib ishingni qilib qo'ying, tushundingmi? Xo'p. Tekinxo'r. Mayli endi. Akam-de, nima ham deyman?